Hop. Shanxayda ajoyib kun. Demak, velosiped bilan mahallani aylanamiz. Assalomu alaykum barchaga. Hop, ana sizlarga mahallani ko'rsatay. Mahallamiz mana shunaqa. Yam-yashil, hamma yoq. Hamma yoqda qushlar, ham daraxtlarning tepasida olma xollar sakrab yuradi. Ishqilib, mana shunaqa Shanxayning Qingpu degan qismida joylashgan. Qingpu degan distriktida. Mana o'zi velosipedni olganimga taxminan qancha bo'ldi? 2,5 yil, 3 yil bo'lgan bo'lsa, ish ko'pligidan 15 marta mingan bo'lsam kerak. Bugungi bilan birgalikda. Ochig'i hech bir anaqaga ulgurmaydi odam sportga. Lekin sport turish kerak. Mana bu yerda mana bog'cha bor. Mahalla o'ng tomonda. Nafasiga aylanib ketgan. Mana endi bu parkovkalar shu yerda yer osti va yer usti parkovkalari bor. Yer ustida mana bunaqa turadi, kunlik $2, dollarda aytganda. $2 bir kunida. Uy egasi bo'lsa, parkovka bilan birgalikda olish mumkin, sotib olsa bo'ladi. Unda tekin bo'ladi. Ba'zi birlari o'sha uy egalarniki. Endi bu qo'shimcha ma'lumotlar sizlarga. Mana bu turgan mana villalar dollarda hisoblaganda taxminan deylik 5 milliondan 10 million dollargacha. Buni hayratlanmaslik kerak, chunki Shanxayda villalar, Shanxayda hatto kvartiralar o'ta qimmat. Joy yo'q, chunki tabiiyki Shanxay dunyoning eng qimmat ko'chmas mulk uchun eng qimmat shaharlardan bittasi. Yer osti parkovkasi yiliga dollarda aytganda taxminan $700 to'g'ri keladi. $700 yiliga. Yer osti parkovkasi katta, bemalol joyli ko'p. Lekin bittasini olasizda, bitta joy o'zingizga beriladi. Shunaqa. Bugun yakshanba, Shanxayda yakshanba. Yoz ham kelib qoldi. Kelida u tomondan o'tamiz, orqadan mashina kelib qoldi. Bu yoqda bolalar o'ynash uchun har xil sharoitlar qilingan. Bu tomonga o'tmoqchiman. Bu endi o'sha uylarning orqa tomoni do'stlar. Ba'zi bir uylarda, villalarda orqada bog' bor, ba'zi birlarida oldinda. Bular hammasi nima desam, kottejlar. Bular ruscha aytganda kottej. Deyishadigan kottejlar. O'ng tomonda, bu tomonda, videoning o'ng tomonida daryo bor. Xuanku daryosiga qo'yiladigan kichik daryocha. To'g'ri Xuanku daryosiga qo'yiladi. hamma yoqda gullarni
hidi hozir. Hamma joyda gullar ochilgan. Gullantirib. Mopedlar bular dastavka. Xitoyda ham ko'pchilik biladi, eng katta platformalar bor. Hatto dunyoda eng katta platformalar hisoblanadi bular. Taobao'dan keyin Jingdong bor, JD.com, Tmall bor. O'shalardan odamlar narsa sotib olgan dastavkasi hozir juda tez bo'lib ketgan. Buni bolalar o'ynashi uchun plashadka bunaqalar juda ko'p. Bu dom lekin shu topishlarni oldida baland dom ham qurib qo'yilgan. Arendasi ko'pchilik qiziqishi mumkin. Arenda har xil o'ziga qarab. Kvartiralardan xabarim yo'q, ham domchilik. Lekin kottejlarni aytaman. Kottejlar taxminan 12 mingdan boshlanadi va yuqori 12 ming yuandan. Endi bu dollarda taxminan $1700 atrofida bo'ladi. $1700 va shunaqa mana to'ridagi kottejlardan olishingiz mumkin. Bular odatda to'r xonali, ya'ni to'r xona deganda alohida spalni nazarda tutilyapti va ikkita tualet vannasi bo'ladi mana shu. Shunaqa gaplar do'stlar. Oldi.